o'qima bo'limidagi eng qiyin savollar aynan 30-35 savollar hisoblanadi. Juda qiyin savollar hisoblanadi. Xo'p, buni qanday ishlash kerak? Sizga beriladi 5 ta paragraf. Ya'ni 5 ta paragrafda mana shunday ketyapti. Taxminan bir 2 bet yoki 2,5 bet atrofida bo'ladi. Mana bu yozildi. Birinchi o'rinda siz aynan savollarda nima so'raldi, shuni topishingiz kerak. Ya'ni savolda nima so'ralganligiga qarab siz matnni o'qish jarayonida signal so'zlarni belgilab olishingiz kerak. Ya'ni birinchi matnni o'qiymiz. Matnni emas, matnni emas, birinchi testni o'qiysiz. Misol, 30-savol. Metinde aşağıdaki cümlelerden hangisine değinilmemiştir? Yani değinilmemiştir degani bu tilga olinmaydi degani. Yoki oddiy qilib aytsak, yo'q. Pastdagi mana shu 4 ta variantdan bittasi matnda yo'q. Shuni top deyapti. Demak, bu degani 3 tasi to'g'ri degani, bittasi xato degani. Shunday 3 variantdan 3 ham, ya'ni 4 variantdan 3chalasi to'g'ri bo'lganligi sababli buni signal so'zini topish kerak. Ajoyib. Sanayileşme sürecinde doğal çevrenin zarar görmesi zamanla küresel bir sorun haline gelmiştir. Zamanla küresel bir sorun signal söz. B cevapta. Çevre konusunda duyarlı davranan işletmeler rekabet açısından bazı avantajlar elde edebilmektedir. Çevre konusunda duyarlı davranan işletmeler yani ehtiyotkorona munosabatda bo'lgan ishletma nima? Sanoat deylik, korxonalari. Yani işletmeler bu sanoat korxonalari. Xo'p, endi siz javob. Çevrenin korunmasına yönelik uluslararası anlaşmalar sanayi işletmelerin sorumluluklarını arttırmış. Xo'p, nima arttırdı? Uluslararası anlaşmalar. Demek men qidiraman. Uluslararası anlaşmalar, duyarlı davranan işletmeler, zamanla küresel bir sorun deganini qidiraman ve cevapta sanayi işletmelerin çevre sorunlarını çözmek amacıyla bütün üretim faaliyetlerin durdurması zorunlu hale gelmiştir. Yani sanoat korxonalari faoliyatlarini to'xtatilishi majburiy holatga keldi. Ya'ni kerakli bir holga keldi. Buni qidiramiz. Ya'ni sanoat korxonalari ma'lum bir muddat to'xtatilishi majburiy yoki zaruriy holatga keldi. Shuni qidiraman. Va aytayapti, metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? To'g'ri deganda endi bu 3 ta xatosi bor, bitta to'g'ri bor. Endi buni siz bunday qilib chizmaysiz. Chunki 3chala variant xato. Buni tashlab o'tamiz. Xo'p, endi mana shu. Xo'p, metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlış? Yani xato. Endi biz topishimiz kerak. Xatoni topish kerak. 3 ta variant to'g'ri, bittasi xato. Endi buni tahlil qilasiz, chunki 3 tasi to'g'ri bu yerda, bittasi xato. Ya'ni signal so'z chizasiz. Bir Toyota deyapti. Bo'ldi, mana shu signal so'z. Ya'ni Toyota brendi, avtomobil brendi bo'ldi. Mana shu Toyota haqida gap ketyaptimi? Bo'ldi. Toyota'ning o'zi brend. Ya'ni o'zi signal so'z. Bo'ldi, demak matndan biz Toyota degan kompaniyani yoki avtomobillarni brendni nomini qidiramiz. Xo'p, chunki mana test tuzlayapti Toyota bo'yicha. İkincisi, bazı şirketlerde atıkların ayrıştırılması için özel merkezler kurulmuştur. Demek bazı şirketlerde atıklar yani chiqindilarni ajratish uchun maxsus merkezler kuruldu. Bo'ldi, shuni qidiramiz. Shirkat bor, shirkat ichida chiqindilarni ajratib olish uchun, saralash uchun maxsus merkezler tuzildi. Bo'ldi, shuni qidiramiz. Demak, bu ham katta ehtimol bilan Toyota bilan bog'liq.
Toyota bilan bog'liq va sijol. Gelişmiş ülkelerde çevreyle ilgili hukuksal düzenlemelerin uygulanması daha sıkıdır. Gelişmiş ülkelerini qidiramiz. Bo'ldi. Va hukuksal düzenlemeler. Bunu ham ikkalasi signal so'z hisoblanadi. Endi D javobda çevre konusunda yapılan uluslararası anlaşmalar signal söz sanayi işletmeleri bağlamamaktadır. E'tibor beramiz. Mana shu bu. Ya'ni nima bu? Kesimda inkor. Kesimda inkor. Ya'ni kesimda inkor qo'shimcha bu. O'zimning o'quvchilarim hozir mana shunda xato qilishdi. Ya'ni xalqaro shartnomalar degan bitta signal so'z va bu yerda sanayi ishletmalarini, ya'ni sanoat korxonalarini bog'lamayapti. Xalqaro shartnomalar, ya'ni atrof muhit mavzusida qilingan, ya'ni imzolangan xalqaro shartnomalar sanoat korxonalarini bog'lamayapti. Matnda bog'laychi degan joyi bor edi, ya'ni bog'lagan degani bor. Lekin bu yerda bog'lamamaktadir degan. Demak bu nima bo'lyapti? Matn bilan mos kelmayaptimi? Demak bu xato bo'lyapti. Mana bu yerda nima yanlishni top deganmi? Mana bu yerda to'g'ri javob D. Lekin men o'quvchilarim nima uchundir mana bu ma'ni e'tibor berishmagan, shuning uchun xatosi kelyapti. Ya'ni demak siz kesimga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Kesim inkor shaklda bo'lishi mumkin. Kesim inkor shaklda bo'lishi mumkin. Shuning uchun kesimga e'tiborli bo'ldik. Xo'p. Mana shuni yozib oldik. Endi qidiramiz. Ya'ni yozib olgandan keyin chizib oldik, keyin qidirsak bo'ladi. Va 33-35. Endi bu savollar har doim oson bo'ladi, zo'r bo'ladi degandim, lekin oxirgi imtihonda unday bo'lmadi. Endi oxirgi imtihon deganda men 23-mayni aytayapman. Avgust imtihoniga kirganim yo'q. Chunki 23-mayda o'zim kirganman. Shuning uchun aytayapman. Oson bo'lmagan, realni oson bo'lmagan. Ya'ni buni matnni o'qiyapman, hammasi to'g'ri kelyapti. Misol 3 ta price signal so'z chizganman unda ham, lekin o'qiyapman, hammasi mos kelyapti. Nima uchun mos keladi? Odatda bunday testlar misol ChatGPT da tuzilmaydi. Tuzilishi mumkin, lekin matn ChatGPT da tuzilmaydi. Matn maqolalardan olinadi yoki kitoblardan olinadi. Aynan bu testning matni ham maqolalardan olingan yoki kitoblardan olinadi. Shuning uchun qiyindek tuyuladi. Misol siz lug'at yodlayapsiz, hech qachon mana bu ishlatma deganni sanoat korxonasi o'rnida ishlatilib ketilishini bilmaysiz. Chunki odatdagi lug'atlarda bu ishlatma, bu sanoat korxonasi deb aytasan, deb aytilmaydi. Yoki sürdürülebilir üretim, ya'ni barqaror ishlab chiqarish, bu ham odatda lug'atlarda yo'q. Ya'ni oddiy lug'at sizni o'zi qayerga olib keladi? Lug'at bu faqat gapirish yoki yozish davriga olib keladi, qolganini o'zing olib ketasan deydi. Yani qolgan lug'atlar mana shu testlardan olinadi. Xo'p, yaxshi. 33. İşletmelerin çevreye duyarlı uygulamaların çalışanların günlük yaşamlarına da yansıyabildiğini gösteren örnek. Xo'p. Sanoat korxonalarining atrof muhitga ehtiyotkorona usullarni joriy qilinishi ishchilarning kunlik yashashlarida, ya'ni kunlik hayotida aks etgan namuna. Ya'ni ishlab chiqaruvchi korxona bor. Shu korxonada joriy qilingan atrof muhitni himoya qiladigan tizim bu yerda aytayapti, ishlaydigan, ya'ni ishchilarni kunlik hayotida aks etgan bir namunani yoz deyapti. Masalan, bu testda shunday edi. Masalan, Toyota kompaniyasi o'zi kompaniya ichida chiqindilarni, ya'ni atiqlari qayta ishlaydigan emas, ya'ni ajratib oladigan, ya'ni foydali, mana bu zararlar bundan bo'lmaydi deb ajratib oladigan tizimni ishchilarga ham qo'llaydi. Ya'ni ishchilar ham o'zining uyida bo'lgan batareyalarni, qog'ozlarni yoki boshqa bir chiqindilarni olib kelib Toyota kompaniyasiga olib kelgan va mana shu javob bo'ladi o'zi. Bu shuni aytayapti va shuni so'rayapti. Signal so'z mana bu yerda duyarlı uygulamaları, signal so'z deganda misol faqatgina misol sürdürülebilir üretim yoki rekabet degan so'zimiz,
Bular emas. Yani bular emas. Endi bular ham bo'ladi odatda, lekin mana bunday gaplar kelsa, misol gapni tushunib olyapsiz tarjimasini, ya'ni siz matnni o'qish jarayonida shuni qidirsangiz bo'ladi. Ya'ni faqatgina signal so'zga bog'lanib qolmang. Ya'ni tarjimasini bilsangiz, ma'lumot o'zbekchasi bor. Endi turkchani o'qib tarjima qilganda bu ham signal so'z hisoblanadi. Signal gap hisoblanadi. Va bu yerda 35-chi bu yerda 33 va 35 bir xil bo'lib ketgan. Men 33 ni sal o'zgartirish, ya'ni test tuzayotganimda ikkalasini bir xil javob qilib yuborganman. Endi bu men hozir ishlayotganlarda o'zgartirib berdim 35 ni. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunday signal so'z chiziladi. Ya'ni aslida boshqa savol bo'lishi kerak. Endi men tuzayotganimda e'tibor bermaganman mana shuga. Shuning uchun bir xil bo'lib qolgan. Endi bu video tushuntirish uchun baribir muhimi siz ham 35 boshqa savol bo'ldi deylik. Mana shunday qilib signal so'zlarni yoki signal gaplar tarjimasini yodlab olishingiz kerak. Xo'p, buni ham yozib bo'ldik deylik. Ana chizib bo'ldik hammasini. Bir qator takrorlaganimizdan keyin mana shu savollarda nima so'ralganligini takrorlab, keyin mana bu 1,5 betlik yoki 2,5 betlik sanoqlashma degan paragraflashgan, ya'ni 5 ta paragrafdan iborat bo'lgan matnni o'qib boshlasangiz bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Ya'ni buni misol chizib ham Sera gazini chizasizmi, Kuzey Avropa o'lkalarini chizasizmi? Ya'ni hammasini yozib chizib, bemalol shundan keyin ishlashingiz kerak bo'ladi. Yoki mana bunday tahriboti ko'rilmoqdadir deb qiyin so'zlarni xullasi chizasiz. Boya oldingi videomizda misol 21-29-savollarda ikkita paragraf chizib berganman. Shunda ham shunga o'xshab chizishingiz kerak bo'ladi. Ana shunday. Bu 30-35-savolni, 21-29-savolni siz birinchi testini ko'rib chiqasiz. Signal so'z topdingiz, keyin matnni chizib o'qishingiz kerak bo'ladi. Misol deylik biz shu yerda o'qiymiz. Diğer taraftan üretim süreci sonucunda ortaya çıkan tehlikeli gazlar yüzünden sadece o bölgeler değil, dünyanın tamamı tehlike altında girmektedir. Aytyapti. Boshqa tarafdan ishlab chiqarish jarayoni natijasida o'rtaga chiqqan tahlikali, ya'ni xavfli gazlar yuzasidan faqat shu joylarga e'tiborli bo'ling. Misol test tuziladi nimadan? Birinchi sadece, ikkinchi tamamen, uchinchi yalnızca, undan keyin tüm. Mana shulardan odatda shu misol mana shu so'zlardan odatda qiyin testlar tuziladi. Bu yerda aytayapti, faqat u hududlar, u davlatlar emas, u mintaqalar emas, dunyoni barcha hududi, butun dunyoning tamomi tehlika altida kiradi. Ya'ni butun dunyo xavf ostida qoldi. Misol shu javob bor shu yerda deylik. Mana shuni bitta chizasiz bo'ldi. Mana javob topganingizni chizib o'tavering siz. Keyin testlarga endi o'qib bo'ldim, endi test ishlayman deganingizda mana shu chiziqlarga qarab bemalol javoblarni topib olsangiz bo'ladi. Ya'ni hech qanday 21-chi, ya'ni 21 va 35-savollar qiyin, realniy qiyin, lekin hech qanday signal nimasi yo'q. Ya'ni oltin qoida yo'q, sirli masala yo'q. Oddiy. Savolni o'qidingiz, signal so'zini topdingiz, mana shunday qilib chizib o'qiysiz, javob topilsa chizib o'ting, tamom. Bu oddiy. Ya'ni bu bunday bo'ladi, so'z turkumiga qarayman, unday qoida yo'q. Savolni o'qidik, signal so'z topdik, matnni o'qidik, signal so'z yozdik. 4-ishimiz javob topsak, chizamiz, bo'ldi. Oddiy shunday qilib ishlasangiz zo'r bo'ladi, xudo xohlasa.